Tasodif. Ikkinchi qism. Men ketdim. Ichaverib oyoqda tura olmaydigan bo'lib qolgan Tohir o'rnidan turar ekan, yiqilib tushay dedi. Ehtiyot bo'lsang-chi. Tohirni tutib qolgan do'sti uni eshik tomonga yo'naltirib yuborarkan dedi. Yana ozgina o'tirsang bo'lardi. Abbos yana bir shisha aytmoqchi edi. Kerakmas. Tohir qo'l siltab qo'yarkan. Menga hozir faqat bitta narsa kerak, u ham bo'lsa ayol tafti. Tirjaygancha klubdan chiqib ketar ekan, cho'ntaklarini kovlay-kovlay oxiri telefonini topdi. Mana qayerda ekansan? Telefoniga gapirgancha tanish raqamni terdi, ammo ha deganda gudok ketay demasdi, chunki o'zi telefonini parvoz rejimiga tashlab qo'ygandi. Jin ursin. So'kinib qo'ydi-yu, telefonini rejimini to'g'irlab, o'sha raqamga qayta qo'ng'iroq qildi. Alo, narigi tarafdan birinchi gudokdanoq javob bo'ldi. Yoningga ketyapman. Bugun tunni sen bilan o'tkazmoqchiman. Lekin 15 daqiqada boraman. Tohir gapirib bo'lib telefonni o'chirib, duch kelgan mashinani to'xtatdi va boradigan manzilini aytib o'tirdi. O'zining mashinasi esa klub yonidagi avtoturargohda qoldi. Gunafsha uyga otilib kirdi-yu, Gulni eshik oldida qoldirib, yana xonasiga qamalib oldi. Eshikni ustidan qulflab olishi bilan ko'z yoshlarga erk berdi. Qayerlarda yuribsiz? Qo'lini chap ko'ksi ustiga qo'ygancha pichirladi. Seni hech kimga bermayman. Bu gul yanoqlardan faqat meni bo'sa olishga haqqim bor degan edingiz. Qani o'sha ahdlar, qani o'sha va'dalar? Bugun faqat sizgina bo'sa olishga haqli bo'lgan yonoqdan o'zgasi oldi. Erta-indin o'sha o'zgasi butun borlig'imga egalik qiladi. Nahot sevgingiz shu bo'lsa? Nahot meni men sevganchalik seva olmadingiz? Gunafsha tunni yig'lab o'tkazdi. Kechki ovqatga chaqirgani kelgan oyisiga eshikni ochmadi ham. Bu tun uni chinor tagida kutgan dostonga qizning kelmagani yoqmadi. Hali shunaqa o'zboshimchaman degin. Qo'llari qaltiragancha ko'ylagining tugmalarini yechar ekan. Shu qilganingga mana shu 3 kun ichida to'yni o'tkazib olmasammi? Keyin ko'ramiz ahvolingda. Havo unchalik salqin bo'lmasa ham uning iyaklari sovuq qotgan odamdek taqirlar, butun a'zoy badani qaltirab, ko'zlari ahyon-ahyonda ola-kula bo'lib ketardi. Jin ursin, qayoqda qoldi? Qo'llari qaltiragancha shimining cho'ntagidan buklangan qog'ozni oldi-yu, chuqur hidladi. Mana buni hayot desa bo'ladi. Boyagina ola-kula bo'layotgan ko'zlar suzila boshladi. Men aytadiganimni aytdim. Ertasi kuni tushlik payti uyqudan turgan doston kechagi qarorini oyisiga bildirdi. To'y bo'lsa 2 kundan keyin bo'lsin. Aks holda umuman keragi yo'q. O'g'lim, sen hazillashyapsanmi? Robiya opa o'g'liga tushunmagandek qaradi. Yo'q. Doston xotirjamgina oldiga qo'yilgan ovqatni yer ekan. Men borini aytdim. Dadamga ayting, do'sti bilan gaplashsin. Aniq bilaman, suyukli qaynotajonim yo'q demaydilar. Yo'q desa qishloqda o'zi sharmanda bo'lishi mumkin. Guldek qiziga to'yi qaytgan degan tamg'a bosilishini xohlamasligi tayin. To'g'ri-ku-ya, lekin dadamni qanday yo'lga solishni bilasiz-ku? Nima, meni hech nimani bilmaydi deb o'ylaysizmi? Irshaydi. Xullas, oxirgi gap shu. Men suyukligimni vasliga tezroq yetishni xohlayman. Yolg'izlik va yorsizlik jonimga tegdi. Yarimlab qolgan ovqatni sal surib qo'ydi-yu, o'rnidan turdi. Men borib keliningiz uchun tilla taqinchoqlar olay. Nikohda yuz ochdida kuyov kelinga tilla sovg'a qilish kerak deb eshitgandim. Yetarlicha tilla olganman. O'g'lini fikridan qaytarmoqchi bo'ldi. Sizni olganingiz boshqa, men olganim boshqa, degancha chiqib ketdi. O'zi shu o'g'lingni gapiga kirgan men ahmoq. Arzandasining gapiga kirib, ko'chada to'y berayotgan Xomid qassobning asablari taranglashgandan taranglashib borardi. Dadajonisi, Robiya opa erini tinchlantirishga urinarkan. To'yxonada bersak, hamma ham bora olmasdi-da. Buning ustiga to'yxonaning har bir stolga alohida pul to'lash kerak. Undan ko'ra shu pulga xarajat qilib to'y oshini sal ko'proq qilsak, qishlog'imizdagi beva bechoralar ham yeb haqqimizga duo qilardi.
Robiya opa gap orasiga atayin pulni qo'shib o'tgandi, chunki Xomid qassob deganlari puli chiqsa joni chiqadiganlar xilidan edi. Bunisi ham to'g'ri. Biroz o'ylanib qolgan Xomid qassob ayolining gaplarini ma'qulladi. Shu bilan to'y o'tguncha boshqa asabiylashmadi. Ammo hamma narsani tiyin-tiyinigacha hisoblab, ortiqchasini omborga tashishtaverdi, xuddi go'riga orqalab ketadigandek. To'y ham tugab, kelin va kuyovni ichkariga kuzatib qo'yishdi. Yangilar hali ishimiz tugamadi deyishlariga qaramasdan, ularni xonadan haydab solgan Doston eshikni qulfladi-yu, bir chekkada titrabgina turgan Gunafshani kelib, mahkam bag'riga bosdi. Qayerda yurgan ekanlar-a? Boyagina Tohirning raqami yonganligi haqidagi xabarni o'qib, darhol unga qo'ng'iroq qilgan Mohidilning ko'nglidagi g'ashlik battar bo'ldi. Bunga esa quyidagi eshitgani sabab. Siz chaqirayotgan abonent boshqa yo'nalishga javob beryapti. Shu mahalda-ya? Mohidil soatiga qarab qo'yarkan, ko'zdan oqqan 2 tomchi yosh yuziga dumaladi. Ich-ichidan og'riqli hayqiriq keldi-yu, tashqariga chiqmadi. Og'zini 2 qo'li bilan bekitgancha, ovozini chiqarmasdan baqirib-baqirib yig'ladi. Tohir Mohidilning qo'ng'irog'iga ahamiyat ham bermasdan gaplashadigan bilan gaplashdi-yu, telefonni o'chirib qo'ydi. Mohidil sal turib unga yana bir necha marotaba qo'ng'iroq qildi, ammo har gal bir xil javob. 5 oydan keyin. Nima? Robiya opaning ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. Hozir nima dedingiz? Homilasi nobud bo'ldi deganingiz nimasi? O'zi yaqindagina Robiyaxon. Shifokor ayol sekinastalik bilan gap boshladi. O'shanda ham aytgandim, keliningizni yaxshilab davolating, immuniteti past, qoni kamayib ketgan deb. O'shanda ham xuddi shu holat bilan kelgandingiz oldimga. Ayolga savol nazari bilan qaradi. Robiya opa jim o'tiraverdi. Keliningiz hali juda yosh, davolansin. Ana undan keyin qancha nabira kerak bo'lsa tug'ib beraveradi. Nimasi yosh? Asabiy qosh uchirib qo'yarkan. Biz uni yoshida oilani ham, erni ham, bolani ham eplaganmiz. Bu kishim hech birini uddalay olmayaptilar. Robiyaxon ovozini biroz ko'tardi. Siz ham keliningizni yoshida 5 oyda 2 marta homilangiz nobud bo'lganmi? Shifokorning savolidan keyin Robiya opa jimib qoldi. Sizga aytadiganim, keliningizni yaxshilab davolating. Bo'lmasa, necha marta homilador bo'lsa ham baribir nobud bo'laveradi. Ha, yana bir gap. Shifokor qog'ozga kerakli dorilarni yozar ekan. Kuyov to'ra ham bir tekshiruvga kelib ketsa yaxshi bo'lardi. O'g'limmi? Nima, siz o'g'limni kasal demoqchimisiz? Robiya opaning joni chiqay dedi. Men o'g'lim soppa-sog', hamma ayb mana bu satangda. Kelin poshsha, endigina uyga kirib kelgan Robiya opa qoshlarini chimirgancha hovliga nazar tashlaganda Gunafshani chaqirdi. Labbay oyijon. Gunafsha sal oqsoqlangancha chiqib keldi. Yana nima bo'ldi? Keliniga jirkangandek qaradi. 2 yildan buyon shu ahvol. Har kuni bir joyi og'riydi. Sog' kuningiz bormi o'zi? Oyijon, men... Gunafsha aybdorona bosh egdi. Bo'pti, kelinining gapini bo'ldi. Ha deb yotavermay hovlini tozalab qo'ying. Qarang, hamma joy iflos bo'lib ketibdi. Xo'p bo'ladi. Gunafsha ertalab tozalaganiga qaramasdan yana bir boshdan hovlini tozalashga tushib ketdi. Dadajonisi, kechki ovqat payti hamma dasturxon boshiga yig'ilganidan foydalanib, sekin so'z ochdi Robiya opa. Shu desangiz men bir narsani o'ylab yuribman. Nima ekan? Xomid qassob ayoli uzatgan choyni ho'plagancha so'radi. O'g'limiz uylanganiga ham mana 2 yil bo'ldi, lekin haliyam farzandi yo'q. Shunga uni yana bir marta uylantirib qo'ysakmikin? Nima deysiz? Yana uylanish so'zini eshitib Dostonning ko'zlari yaltirab ketdi. Gunafshaning esa boshidan bir chelak muzdek suv quyilgandek bo'ldi. Axir osonmi? Mana 2 yildan buyon qaynonasining qo'rs muomalasiga, erining kaltaklariga chidab kelyapti. 2 yil ichida 5 marta homilasidan ayrildi. Hammasiga eri aybdor bo'lsa ham, lom-lim demasdan yashab, oilam deb yashab kelmoqda. Endi esa qaynonasi ustiga kundosh olish haqida gapiryapti. Esing joyidami? Xomid qassob ayoliga birinchi marta ko'rayotgandek qaradi. O'g'lingni xotini bor-ku. Nima qipti bo'lsa? Robiya opa xotirjamgina gapirdi. Ikkisi bilan ham yashayveradi.
Sen xotin esingni yeb qo'yibsan. Bunaqa bo'lmag'ur gapni miyangdan chiqarib tashla. Ana, guldek kelining bor. Ha, juda guldekda. Bir ahvolda o'tirgan Gunafshaga yov qarash qildi. Tug'mas, qisir sigir. Tabriklayman. Yunus Yahyo bilan quchoq ochib ko'rishar ekan. Nihoyat uylanishga qaror qilibdilar-da, hazil qildi. Rahmat, ha endi. Yashashni o'rganyapman de. Yunus Yahyoga joy ko'rsatar ekan. Sen uchun juda xursandman. Kelin bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Rahmat ustoz. Yahyo, senga necha marta aytishim kerak, ustoz dema deb. Atigi 3 yoshga katta bo'lsam-u, sen meni ustoz deb qaritib yuboryapsan. Yolg'ondakam qovoq uydi. Endi bu yerga ishga kelganimdan beri hamma narsani erinmay o'rgatib kelyapsiz. Shunga ixlos qo'yib ustoz deyman-da. Shunda ham ustoz dema, hech yo'q aka de. Xo'p aka, xo'p. O'zingizda nima gaplar? Dilnora, Dilsoralar yaxshimi? Xolam tuzukmilar? Allohga shukr, hammasi yaxshi. Aka, shu ko'nglingizga olmasangiz bir gap so'ramoqchi edim. Yahyo gapirar ekan, Yunusga sinchkovlik bilan qarab qo'yardi. Qani? Bu deyman, rahmatli kelinoyimni juda sevarmidingiz? Mana vafotlariga 5 yil bo'ldi, lekin siz haliyam uylanmadingiz. Ba'zan bir oila bo'lib yashash uchun sevgi shart bo'lmay qolarkan. Yunus biroz jim bo'lib qoldi-yu gap boshladi. Shahnozani oyim topganlar. Oyimni ranjitmaslik uchun ham unga uylandim. Lekin yomon yashamadik. Shahnoza aqlli, odobli, oqila ayol edi. Ota-onamni hurmatini joyiga qo'yar, bir marta ham ko'zimga tik qarab gap qaytarmasdi. Doim xo'p bo'ladi derdi. To'g'ri, uni sevolmadim, ammo mehrim o'zgacha edi. Robiya opa u qildi, bu qildi, xullas o'g'lini uylantiradigan bo'ldi. Dugonam Lobarning qizi Nargiza juda ko'zga yaqin qiz bo'libdi. O'g'lini oldiga olib, kelinlikka nomzodlar haqida gapira boshladi. Dugonam Lobarning qizi Nargiza juda ko'zga yaqin qiz bo'libdi. O'g'lini oldiga olib, kelinlikka nomzodlar haqida gapira boshladi. Qo'l oyog'i chaqqon, pazanda, biram xushmuomala, shirin so'z qiz bo'lgan. Meni ham ko'rganida salomni kanda qilmaydi. Oy desa oydek husni bor. Sochlarini aytmaysanmi? Naq taqimini o'padi-ya. Oyisi gapirar ekan, doston ko'z oldida sochlari uzun bir ofatijonni tasavvur qilib entikib qo'yardi. Mana bunisi esa navbatdagi rasmni olar ekan. Orqa ko'chadagi Nilufar, go'zalligini qara buni, dostonga uzatdi. Doston rasmga qarab, yuzini bujmaytirib qo'yarkan, negadir Nargiza ma'quldek. U qizning rasmi yo'q bo'lgani uchun ham negadir shu qiz unga eng go'zal qizdek tuyulaverdi. Unda men Lobar bilan gaplashay, xo'p desa ertaga uchrashuvga chiqasan. O'rnidan turib, o'g'lining peshonasidan o'pib qo'ydi-yu, narigi xonada turgan uy telefoni yoniga ketdi. Qaynonasi so'ragani uchun choy olib kirgan Gunafsha erining xayol surib o'tirganini ko'rib, qalbi bir og'risa, oldidagi rasmlarni ko'rib, ikki og'ridi. Demak, ular ham qarshi emaslar. Xayolidan o'tkazdi u. U erining rad etishini kutgandi. O'ylagandiki, mana shu 2 yillik turmushi davomida erim menga oz bo'lsa ham ko'ngil qo'ygan, mehri tushgan deb. Yo'q, u ayni damda adashganini his qilib turardi. Yana his qilgani ich-ichidan to'kilayotgani edi. Boshim. Tohir ko'zini ochar ekan, boshi yorilib ketayotgandek his qildi. Kim bor? Hozir. Xonadon bekasi nozlangancha kirib kelar ekan. Chaqirdingizmi? Erkalangancha Tohirning yuzlaridan o'pishga intildi, lekin Tohir uni o'zidan itardi. Menga suv ber, boshimni ko'tarmasdan gapirdi. Menga suv ber, boshini ko'tarmasdan gapirdi. Hozirda qiz yana o'sha noz ishva bilan epchil harakat qilgancha chiqib ketdi-yu, qo'lida bir stakan muzdek suv bilan qaytib kirdi. Mana, rahmat. Tohir boshini ko'tarib, suvni bir ko'tarishda ichdi-yu, bu yerga qachon keldim? Kecha tunda. Qiz nozlangancha barmoqlarini Tohirning ochiq ko'ksiga yuritdi. Sizni juda sog'ingandim, kelib juda xursand qildingiz. Qo'llari sekin bo'yni tomon o'rmaladi. Hozir emas. Tohir bo'yni tomon talpingan qo'llarini o'zidan nari qilar ekan.
Biroz dam olay, keyin hammasi sen istagandek bo'ladi. Faqat hozir meni tinch qo'y, ozgina uxlab olay. Xo'p bo'ladi. Qiz uning yuzidan o'pib qo'yar ekan. Mohidil yig'lab-yig'lab uxlab qolgani uchun qachon uxlaganini ham bilmasdi. Birdan seskanib uyg'onib ketdi-yu, uyqusi ochilmasdan telefonini qo'liga olib, o'zi uchun qadrli bo'lib qolgan raqamni terdi. Allo. 3 gudokdan keyin narigi tarafdan bir qizning ovozi eshitildi. Assalomu alaykum. Mohidil uyqusiragancha salom berarkan. Bu Tohir akamning raqamimi? Ha, jonginam, bu Tohir akangizning raqami. Men esa xotiniman. Erimda biror ishingiz bormidi? Nima? Xotiniman so'zini eshitib uyqusi o'chib ketdi. Axir ular uylanmagan. Endi erkak kishi boshqalarni yo'ldan urish uchun nimalar demaydi? Buning ustiga bizni to'yimizga bor yo'g'i 3 oy bo'ldi. Balki shuning uchun bexabardirsiz. Qiz gapirar ekan, shunday dedi. Siz mabodo Mohidil emasmisiz? Ha, lekin siz... Mohidil bu ovoz egasini endi tanigandek bo'ldi. Siz Sarvinozsiz. Xuddi o'zi, go'zalim. Ha, men Sarvinozman. Tohir akam... Mohidil nima deyishni ham bilmay qoldi. Mana hammasini bildingiz. Sarvinoz yolg'ondakam xo'rsinib qo'yarkan. Rostini aytsam, bu gaplarni bu ahvolda aytaman deb o'ylamagandim. Siz juda yaxshi qizsiz. Sizni aldanib qolishingizni xohlamayman. Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz. Sarvinoz shunga o'xshash yana bir qancha gaplar aytdi, lekin hech biri Mohidilning qulog'iga kirmadi. Nahot adashdim. Nahot 5 yildan beri sevadigan insonimning asl yuzini ko'ra olmadim. Miyasida shunday savollar aylanardi. Mohidil, adashmasam ismingiz shunaqa edi-ya? Ha, mayli, nima bo'lsa ham, mana asl haqiqatni bildingiz. Endi bu yog'iga esli qizlardek ish tutarsiz degan umiddaman. Har holda siz ham bir oilaning or nomusi, bir otaning g'ururisiz. O'zingizdan qolar gap yo'q. Tushundim. Mohidil ortiq uni eshitishni istamay telefonni o'chirdi-yu, og'zini qo'li bilan bekitib, yig'lab yubordi. Qizing bilan gaplashdingmi? Bahrom aka nonushta payti yana o'sha gapni qo'zg'adi. Erta-indin sovchilar kelsa, yoshlar uchrashib ko'rsin deyishsa, tag'in uyalib qolmaylik. Bugun gaplashaman. O'qishi bemalol bo'lsa, aytaman, keladi. Sovchi keladigan bo'lsa, menga yordam beradigan odam yo'q. Charos opa gap ohangida hech bu savdoga ko'ngli chopmayotganini aniq-tiniq bildirib qo'yardi. Lekin Bahrom aka bunga e'tibor ham bermasdan nonushta qilishda davom qildi. Charos opa erini kuzatib, Mohidilga qo'ng'iroq qildi. Allo? Mohidil yig'laganini sezdirmaslik uchun atayin past ovozda javob berdi. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisan, qizim? Ovozingga nima qildi? Yig'ladingmi? Ona baribir onada, farzandining biror joyi og'riganini ko'rmasa ham sezadi, his qiladi. Yo'q, Mohidil to'lib turganiga qaramasdan, hech nima bo'lmagandek gapirishga harakat qildi. Yaxshi. Charos opa biroz jim turdi-da, o'qishing bemalol bo'lsa, bir kelib ketsang degandik. Ketganingga ham 3 oy bo'lib qoldi. Dadang, akang va ukang sog'inishibdi. Albatta men ham. Charos opa dab-durustdan sovchi haqida gapirishni xohlamadi. Xo'p, bugun domlalar bilan gaplashib, ilojini qila olsam, kechki poyezdga bilet olaman. Davron kechasi bilan o'ylanib chiqdi. Birinchi navbatda suyukli amakivachchamning suyuklisini tortib olishim kerak. Ertalabdan bir qarorga kelar ekan. Adashmasam, menda o'sha qushchaning rasmi bor edi. Telefonini titib, qizning rasmini topishi bilan dedi. Endi uni Boburga jo'nataman. U esa menga u haqidagi ma'lumotlarni tirjaygancha telegram orqali qizning rasmini jo'natdi. Menga shu qiz haqidagi hamma ma'lumot kerak. Qachon, qayerga, kimlar bilan borishi, nimalarni yoqtiradi, nimalar yoqmaydi. Xullas, u haqida nima bo'lsa hammasini to'pla. Surat ketidan ovozli xabar jo'natdi. U kutgan xabar kechga yaqin qo'liga yetib keldi. Xo'sh. Davron ma'lumotlarga ko'z yugurtirar ekan. Kelin bolani yoshi 21 da ekan-ku. Amakivachchamning didi chakki emas. O'zi salkam 30 dayu ko'ngli yosh qiz xohlaydi. Ismi Gulyuz.
Buni bilaman, degancha keyingi ma'lumotga ko'z yugurtirar ekan. Ota-onasi yo'q. Xorazmga 5 yil oldin ota-onasining o'limidan keyin kelgan. Hozirda buvisi va buvasi bilan yashaydi. Demak, bu yerda boshqa qarindoshlari yo'q. Bunisi ayni muddao. Hech qayerda o'qimaydi. Yaqinda unashtirilgan. Hechqisi yo'q. Unashtiruvni bekor qiladi. Axir men Yahyodan ko'ra kelishgan, aqlli va boyroqman. Qushchaga moviy atirgullar yoqar ekan. Bunisi juda yaxshi. Chunki ayni paytda bizda bu gulni topish biroz mushkul. Chunki qishdan endi chiqyapmiz. Kelasi hafta tug'ilgan kuni ekan. Aynan o'sha kuni uni qalbiga kirib boraman. Davron o'zi bilan o'zi gaplashgancha bir necha rejalar tuzdi. O'g'lim, xona eshigi ochilib, ichkariga Xolida opa kirib keldi. Sen bilan bir masalada gaplashib olishimiz kerak. Hozir emas, oyi. Davron telefonini cho'ntagiga solib qo'yar ekan. Meni ishlarim ko'p. Oyisining yuziga ham qarab qo'ymasdan xonadan chiqib ketdi. Axir seni uylantirish haqida. Ayol sho'rlik yig'lamoqdan beri bo'lib gapirgancha qolaverdi. Bo'g'ziga achchiq nimadir tiqildi. O'z o'g'lidan bunday muomala ko'rish qaysi onaga bo'lsa ham og'ir botishi aniq. Xolida opa esa bu ahvol mana salkam 4 yildan buyon davom etib kelmoqda. Onasiga mehribon o'g'il bir kechada o'zgardi qoldi. Endi u oyisiga doim qo'rs muomala qilar, gapirsa jerkib tashlar, ko'pdan ko'p hollarda eshitishni ham istamasdi. Mohidil oyisi bilan gaplashib bo'lgach, o'rnidan turib yuz-qo'lini yuvib chiqdi. Men kuchli bo'lishim kerak. Ko'zgu oldida turgancha o'ziga dalda berar ekan. U qiz haq. Men ota-onamning, aka-ukamning or-nomusi, g'ururiman. Ularning sha'ni, g'ururi sevgi u yoqda tursin, hayotimdan ham ustun. 5 yillik mehrimni, hislarimni qadriga yetmagan inson men uchun o'lgan. Qanchalik to'lib turganiga qaramasdan ko'z yoshlarini ichiga yutdi. O'qishga kelishi bilan birinchi qiladigan ishi dekanatga kirib chiqish bo'ldi. Domlalari bilan gaplashib, bir haftaga ruxsat oldi. Dekanatdan chiqib, biletni ham hal qildi. Men bugun ketyapman. Joyiga o'tirishi bilan Gunafshaga yangilikni yetkazdi. Tinchlikmi? Bu gap qayerdan chiqdi? Gunafsha hayron bo'ldi. Ha, tinchlik. Bugun oyim qo'ng'iroq qilgandilar. Sog'indik. Bir hafta 10 kunga kelib ketsang yaxshi bo'lardi deyishdi. Mohidil iloji boricha xotirjam gapirardi. Xolam tuzukmikanlar axir? Gunafsha hali ham uning nega to'satdan ketishga qaror qilganiga tushunmasdi. Ha, yaxshilar. Unda yaxshi. Demak, darsdan chiqib bilet olgani borarkanmizda. Bilet oldim. Mohidil bir nuqtadan ko'z uzmasdan javob berdi. Tushunarli. Endi chinakamiga Gunafsha xavotirga tusha boshladi. Chunki bir gapirib 10 kuladigan dugonasi bir necha kundan beri so'lig'in. So'ray desa dardini yangilashdan qo'rqadi. So'ramay desa xavotirdan ado bo'lyapti. Mohidil, balki darsga kirmay biror joyda gaplashib o'tirarmiz. Balki menga aytadigan gaplaring bordir. Qizning yuziga tikildi. Mohidil birdan gapirishga og'iz juftladi-yu, keyin fikridan qaytdimi? Menda hammasi yaxshi. Siniqqina jilmaydi. Ha, mayli. Gunafsha ortiq uni siquvga olmadi. Shu bilan dars tugaguncha gaplashmadi. Gunafshaning e'tiborini tortgan yana bir holat, dars tugaguncha Mohidilning telefoni to'xtamadi. Gunafsha o'zini e'tiborsizdek tutgani bilan kim qo'ng'iroq qilayotganini ko'rib qoldi. Bu albatta Tohir. Javob bermaysanmi? Mohidilni sekin turtib qo'ydi. Hozir emas. Mohidil telefonini ters o'girib qo'ygancha o'zini dars tinglayotgandek tutdi, ammo xayollari boshqa joyda. Dars tugashi bilan Mohidil Gunafshani ham kutmasdan kvartiraga qaytdi. Qaytishda ham telefoni to'xtamadi. Mohidil har safar qizilni bosib qo'yaverdi. Tohir esa qo'ng'iroq qilib charchamadi. Mohidil oxiri uni bloklab qo'ydi-yu, xabar jo'natdi. Taqdiringizga bitilgani bilan baxtli bo'ling. Meni unuting. Boshqa bir og'iz so'z ham yozmadi. Undan hisob ham so'ramadi. Hammasini Allohga havola qildi-yu, ko'z yoshlarga erk berdi. Hikoyaning davomi bor. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.